Buxoro jigaron chiqishmon karaton nastinch خوب دستان اشتغال گشتیم قوتش çok kishbami jigarlar men sizlarga Buxoroda eng zo'r eshikli romlarda men bitta sizlarga ko'rsataman, lekin ko'rsatishdan oldin bitta narsani tan olish kerak. Yevropada bunaqa narsa ko'rmaganman. BMW zavodga kirganman mana. BMWlar toshiyman, xullas Mercedes zavodlariga kirganman, lekin birortasida bunaqa eshik rom ko'rmaganman jigarlar. MDF'ni shikalatini qaranglar jigarlar, bu MDF'ni ishoninglar, bu boylardi-ku, boylarning uyiga qo'yiladi, lekin jigarim sizlarga sharoitsa shu o'ngga teskari shu qamallamasdan yurgan sharoiti bor akalarga bonus skidkalar bilan qilib beradi. Akamiz og'zi qattiq emas, xudo xolasa kelishtirib qilib beradi. Mana qaranglar, bu drezani eski holati buzilyapti, o'rniga Yevropada ham yo'q texnologiyalar bilan qo'yapti oxirroqga. Voy. Mana qaranglar, Yevropada yo'q texnologiyalar bilan eshik romlarni o'rnatib berishyapti. Farqi yo'q akalar. MDF bo'ladimi, Aquaplast bo'ladimi, Aqua'ni o'zi bo'ladimi, plastmas bo'ladimi, alyuminiy farqi yo'q akalar. Eng zo'rlari mana shu profilda bo'ladi. Men manzilini qoldiryapman. Vinpro Vobkent. Vobkentda o'sha eski tamiz to'g'risi bormaganman, lekin otini ko'p eshitganman jigarlar.